Bu shunga o'xshaydiki, mana hozir ko'proq yoshlar o'tirishibdi. Ko'chada biror bir ayoliga suqlanib qaryapsiz. Sizga yoqyapti. Lekin sizni qizingizga, singlingizga qarasa yoqmayapti. O shunaqa bo'ladi-da o'zi. Boshqaga qarasangiz yoqadi, lekin siznikiga kimdir, qizingizga, boshqaga, ayolingizga kimdir qarasa yoqmaydi. Endi hamma shuni ustida ishlash kerak. Men birovni ayoliga, qiziga suqlanib qarashdan oldin to'xta. Ertaga buni qaytimi bor. Hozir men kimnidir ayoliga xat yozsam, gaplashsam, boshini aylantirsam, aldasam, yo'ldan ursam, ertaga bu meni o'zimga ham qaytib keladi degan narsani o'ylashlikni aytilyapti xuddi. Haqiqatga chaqirish shunday. U og'irroq bo'ladi. Lekin bunday qarasangiz totli, sizni qizingizga hech kim qaramasa, ayolingizga hech kim gap otmasa, bu hammamizga yoqimli narsa. Demak, mana shu narsaga Alloh subhanahu va taolo chaqiryapti.